Obunachilar ko'pchilik meni serverimga qanday kirishni so'raydi. Avvalambor bu oson. Kirganinglardan keyin bitta QR kod bo'ladi. O'chirilgan sal. Bunday chiziq bor-ku, Articraft serverida. Articraft serveridagi birinchi IP bor-ku, ana shuni birinchi yozasizlar. Unga parol kerak emas. Ana shuni yozganinglardan keyin mayda serverimga kirib ketasizlar. U umuman parol so'ramaydi. Hammaga xayr, sog' omon bo'linglar. Agar parol qo'ysam 56-36 qo'yaman. Agar parol qo'y desa, xayr. Hamma